Assalom deganda ochilar gullar, assalom deganda sayrar bulbullar. Sayra bulbul. Oy bulbul, sayra. Menmi bulbul? Yoshroqsan, shuning uchun bulbul deyapman. Bular yoshi katta, xunuk eshitiladi. Nima deb sayrashim kerak hozir? Ya'ni Salom, salom. salom to'g'risida she'r aytdi, shunaqa salomiy, ya'ni she'r o'qishdi. Qofiyali aytadi. Bir iksim topib salom so'zini yasadim. Salomga bir iksim qo'shib salom alikni yasadim. Salomga bir iksim qo'shib salomatni yasadim. Salomga 3-4 sim qo'shib challarni ham o'tkazib yubordim. Bo'ladimi? Umuman o'tkazib yubording. Ha. Ya Dilshod aka, tushunmading, yoshda hozir aytdi-yu kimligini. O'shangacha hali o'zidan yosh kattalarga munosib qilib, mos qilib, chiroyli qilib salom. Xo'p, bilasizmi? Kelgan ko'pchilik. Abdastani ko'targan. Abdasam, u chilimmi aka? Вообще yutaltirib yubordi-yu. Eshit. Abdastani ko'targan. Oho, yo'talgan. Uncha-muncha kampirni. Rasxotini ko'targan. Salom dizay. Siz ham kelin salomlarga yuraylik kelaylar Abdurahmon. Bo'lmaydi buni. Yaxshi. Yo, mana chiroyli boshladi. Mana assalom deganda shunaqa she'rlar tiqilyapti salom haqida. Shu qiyin. Bitta eshitdilu. Salomim so'lim. Ko'ksimdadir o'ng qo'lim. Aytolmayman sizlarga boshqa joyda chap qo'lim. Endi zo'r sizda she'rni bizdingizda Leonardo da Vinci. Bizani urushib berasiz she'r o'qisa. Siz ana she'riyat qirolisiz, ana nima edi, ana bor ana qirol. Hali David Beckham sizda siz-da. Nima deyapsizlar? Da Vinci futbolist bo'lsa, Beckham rassom-ku. Nima deyapsiz va? Tushunasizlarmi she'riyatni? Qobil Zidan ham bunchalik kalla qo'ymagan, ha? Qanaqa rassom David Beckham butun O'zbekiston, butun dunyo biladi-yu. Boksyorku. Endi siz boksyorlarni taniysiz, chempion bilan rasmga tushgansizda, kim edi ani? Ruslan Sharipovmi kim? Mana qara. O'zi konsert boshlangandan beri bizga tashlayapsan. Ham chiqib olib o'zi bidir qilib. Nimaga? O'zingda she'r tuzuq o'qigan bo'lsang ham mayli. She'rni bizdingku o'zing. Men she'rni bekorga bizdim. O'tgan yil maqolani bizgamizmi? Hop. Mana shu o'tirganlar hammasi bu yil nimani bizarkin deb kutib o'tiribdi, to'g'rimi? Aptini buzib qo'ysa bo'lmasmikan? Yo, konsertni buzmasanglar bo'ldi. Nima Nima? Mana kichkinaligingizda yodlagan she'rlar bor-ku. Hamma yodlagan. O'sha she'rlarimizni mana bittasini eslataman, misol mana. Boqqa kirsam maylimi? Gullar tersam maylimi? Kelin bilan kuyovni tabriklasam maylimi? Mana she'rni kim biz beradi? Bo'ldi. Shunaqa demaysanmi? Eshit. Boqqa kirsam maylimi? Gullar tersam maylimi? Bog'da bir qizni ko'rdim, maylimi? Siz botanika bog'iga kirib ketdingiz umuman. To'g'ri. Bo'lmaydi unaqa she'r. Boshqacharoq she'r. Ana she'ri bor. Yoshligimizdagi bor-ku. Archa, jon archa, yaproqlaring ninacha, atrofingda aylanib qo'shiq aytadi barcha. Mana shuni zo'r bizsa bo'ladi. Mana hozir tayyorlanib turinglar mana. Archa, jon archa, yaproqlaring ninacha, archaning orqasida soqqa toparlar qancha. Qobiladi. Bog'chada aytardi-ku, bog'chada. Quyonim ne bo'ldi? Kasalga o'xshab o'tiribsan. Tur o'rningda o'yna ber, xolaganingni tanlab ber. Qobil ber. Buz. Buzingmi beraymi? Buzib ber. Quyonim ne bo'ldi? 4-qatorda o'tiribsan. Tur o'rningda o'yna ber, o'tirishga o'tiribsan. Ana yana zo'r she'r bor o'sha kichkinalik. Chumchu jo'xorini yeb ketdi, ertaga kelaman deb ketdi. Poyezd yo'lga chiqqanda chumchu qilib ketdi. Buni mana bunaqa bitsa bo'lar ekan. Chumchu jo'xorini yeb ketdi, ertaga kelaman deb ketdi. Poyezd yo'lga chiqquncha chumchu telefonga chiqib ketdi.
Bunga yana bitta variant qilsa bo'laganlik. Poyezd yo'lga chiqquncha chumchuvni poyezd urib ketdi. Yo'q. Chumchuvni chiroyliligini ko'rib, chumchuv bo'lganim kelib ketdi. Mana yana bitta variant bor. Telefonga chiqib ketdi deding, o'shanga mosroq qilaman. Qani? Poyezd yo'lga chiqquncha chumchuv liftga chiqib ketdi. Qani, keyin menga eng yoshligimdan yoqadigan she'r bor. Qaldirg'och, g'och, g'och, eshigingni och, och, eshigingni ochmasang tuynigingdan kiraman. Och, buz. Mana she'r. Bu bunicha kayfda kelib gapirsa zo'r bo'lar ekan. Qaldirg'och, g'och, eshigingni och, eshigingni ochmasang ko'cha to'la qaldirg'och. Agar eri kelib qolsa tezroq qoch. Davomi shunaqa bo'ladi. Ani ham borman. Ada men, ishga bormen, meni ko'taring, oho bering, qanaqasidan, unaqasidan. Bo'l, olib beraman. Shu she'rni buzib olaylik. Bo'l, mana shu she'rni bor hozirgina. Endi chiqib ketgan san'atkorlarga bag'ishlasa zo'r bo'lar ekan. Dada xor men, ishga bormen, meni ko'taring, o'zim ko'tarila olmayapman. Qobil eng zo'rini ayting mana. Qo'g'irchog'im Natasha, yeb qo'yibdi ko'p kasha. Endi nima qilamiz? Doktorni chaqiramiz. Alo, shart emas. Ha, shuni buzish kerak, bo'l. Qo'g'irchog'im Natasha, yeb qo'yibdi ko'p kasha. Atrofida aylanib qo'shiq aytadi barcha. Kashani hazm qilish uchun. Ana mana shu o'tirganlar deyarli hammasi biladigan eng zo'r she'r bor ana. Mening ikki onam bor, ikkisi ham mehribon. Biri menga sut bergan, ikkinchisi shirmoynon. Shuni kim beradi? Mana bunaqa bizda bo'lar ekan. Qani. Meni ikki onam bor, ikkisi ham mehribon. Biri menga sut bergan, ikkinchisi sutga bergan. Biri sutga bergan. O'chirey telefon. Hozir ochib qo'ydim. Ha. Konsertdaman, o'zim qilib Qivoradi. Hamma borda ishonch, kechroq qivoradi. Yo'q, uzrku, mana shunaqa konsertlarda ba'zi bir hazillarni qilsa-chi, to'g'risida bachkan ekan deb qo'yasizlar. Lekin hali ko'chada mana shu telefonda to'g'risi gapiradigan gapingizga o'zinglar hech e'tibor berganmisizlar? Biz o'zimiz e'tibor berib ko'rdik-da. Hozir dizayn jamoasi hech qanaqa bachkanalik qilmoqchi emas. Bor yo'g'i shu ko'chada o'zinglarni ishlatadigan gapinglarni hozir o'zinglarga aytib beramiz. Mana eshitib ko'ringlar. Yo'q, mana eshitib ko'ringlar, juda g'alati eshitdilar, rostdan mana qiladi. Ne qilsam olmaysan. Anonsi ham bor. Qilmading-ku. Keyin unga javoban aytib qo'yishadi. Qilganman, oshqora turibdi. Nuqul qilsam xizmat qilib qo'yasan. Undan ham dahshati bor hali. Qaysi? Tasavvur qilish qiyin-da. Olib gapirgin. Anonsi ham bor. Qiluvdim, 20 ta o'chib qoldi. Ana, juda baquvvat bolalar aytib qo'yishana. Qilmoqchi edim, pulim qolmadi. Aytmaysanmi, tashlab olardim. Tova. Dahshati bor. Ha. Vashshe. Ochib qilgin. Zasekretchilik tutadiganlar ishlatishadi. Anonsi ham bor. Ertalabdan beri qilaman, boshqasi oladi. Ya'ni UCL tutadiganlar aytib qo'yishadi kodi bilan. Meniki uchli to'g'ri tushiradi. Ha, Dilshodga. UCL deganiga hozir yomon esimga tushdi. Chetroqda bo'lsang kod bilan tergin deydi. Assalomu alaykum. Dizayn
ashaddiy muxlislari. Ashaddiy muxlislari dizayn jamoasining assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kamolga e'tibor berdingizmi? Mana shu turishda ikkalamiz barsiga o'xshab qolamiz. Qanoq qilib. Mana sizda ko'k, menda qizil mikrofon. Voy. Unaqa bir chiroyli hazillik qilib qo'yasiz, hamma kulib borib. Bilaman. Mana shu ustozlarimiz chiqib ketgandan keyin menga bitta ajoyib she'r kelib qoldi-da. Qani bitta eshitaylik-chi. Qish kelganda qizlar qalin shapka kiyadi, lekin sovuq bo'lsa ham ochiq-sochiq yubkasida u yanagidir, bu yanagidir. Demak, dizayn jamoasining ilk sahna ko'rinishi kafedagi holat deb nomlanadi. Ko'ramiz. Ko'rding? Mashinasidanmi? Odamni hujumligini qarang. Ovqatlari arzon bo'lsa kerak. O tepadilar hammasi gumma yeydiganlar. Pardalari bor-ku, pardalar. Qo'shnim tikkanda mana shuni. Yo'q, lekin tikib qo'yibdi bori. Dasturxonigacha qo'shnim tikkan. Qo'shning dasturxonchimi? Yo'q, o'tiramizmi? Dasturxongami? Yo'q, stulga. Yo'q, stulga qanaqa o'tirmoqchisan sen? Mana stul. Ha, voy, o'zim. Qaroringlar. Bizga qaroringlar. O'zinglar qaranglar-da. Men lekin bitta gap aytib qo'ysan, har doim mendan orqada bo'lgansan. Ne? Eslagan birinchi sinfda men birinchi partada o'tirardim. Mana ikkinchi partada o'tirganman. Ko'rding? Partiyam ham orqada bo'lganman senga aytaman. Voy. O'sha maktabda kim turib bergan ishkal bo'lganda, janjalda orqangda kim turgan? Men turganman. Menmi turmaydi har holda endi. Men turmaydi. Men turganman orqangda. Ishkalla sen turgansan men orqamda. Ko'rdingmi? O'shanda ham orqada bo'lgansan sen. Bu narsa buyurasizlarmi? Buyuramiz. 20 tarjimani. Bu shunaqaroqda tushunmaydi. 20 taga men to'ymayman, 40 tarjima. 40 ta. Yo, yeyishga bu narsa buyurasizlarmi? Yeyishga. Patronda ishlaysan? Kiyishga shuna kerak emas. Yo, aka, yeyishga. Ha, yegulikmi? Bu nima yeging kelyapti? Yo, tushunmadingiz-da, bizda har xil taomlar bor-da, birinchi, ikkinchi, uchinchi. Bo'l, stop. Yo'masa birinchisiga yoz. Ikkinchisidan olib kelasan. Ikkinchisi birinchisidan olib kelasan, shuni. Uchinchisi anundan olib kelasan-da, anunga uchinchisidan olib kelasan, shunday. Shotga olib kelsang, shotdan shotga olib ketasan. Voy, Bo'l. Zo'r buyurtma berding-ku, lekin baribir mendan orqadasan-da. Voy, jonga tegdi orqa-orqada o'rib bor. To'g'risi, mana qayerda turasan mana? Orqa mahallada turaman-ku. Ko'rding? Mahallang bilan birga orqadasan, men senga aytaman. Men aytgan narsalar tayyor bo'pti. Yo'q, Ichishga ham bu narsa buyurasizlarmi? Nima bu? Xohlasanglar kola beraman. Qattiq kola berasiz. O'z biluvdim qog'oz ruchka ko'tarib turishingdan kola yegan odating borligini. O'zi bitta ofitsiantlar qoldi ko'lamagan. Ya. Ana Coca-Coladan ichimlik borib, qilib quyib qo'ydik. Kola degan ichimlik dedi. Men ichimlik kerak emas, ukam. Salat. Voy, salatlar bor. Mana olivye, pintuza. Stop. Pintuzani oxirgisini Ulug'bek Qodir bilan Dilnoza Kubayev o'ynagan. Shami? Yo'q, Pintuza kino emas u. Bilmaydi, xafa bo'lmaysan. Pintuzani deyapti, mana amigo. Menda Pintuza jumani yozyapti, o'sha. Yo'q, ana xamirli sabzilar bilan salat bor. Boshqa tuzroq, baqvatroq. Men shuna kirganimdan yozib qo'ygan ekansizlar, xabash degan ovqat bor ekansizlar deb. Xabash? Yo'q, adashdingiz, u xabash emas, u lavash u. Ha, lavashmi? Lavash, ani bilmaysizlarmi? Nima bo'ladi? Xamirda ichida go'sht bo'ladi, piyoz bo'ladi, keyin chips solinadi. Ayollar oyoq kiyimi bu. Nechinchi razmerni so'rayapsizlar? Yo'q, kartochka bor-ku, kartochka. Plastik kartochkami? Yo'q, o'rta, yeydigan kartochka. Ha, yeydigan kartochka solinadi, keyin pomidor, bodring, keyin ustidan achchiq qilib sous solinadi. Achchiq sous dedim. Yo'qmasa achchiq qilib, ko'k choy olib keyin.
Tezlatgin bak. Ha. To'xta baqira. Keyin sallada anaqa bormi? Nimadan pomidor bilan to'g'rab. Bodring bilan to'g'ra. Mana piyoz bilan to'g'rab anaqa qiladi. Achchumi? Yo'q, pichoq olib kelgan, iltimos qilaman ha. Tarelka ham. Bo'l, xo'p. Tezlatgina. Lekin yaxshi bola ekan mana shu. Zo'r bola lekin. Baribsan mendan orqadasan. Voy endi. Ne orqadaman? Men soating nechi bo'ldi? 20 ekan 7. Ko'rding? Meniki rovna 7 bo'ldi. Soating ham orqada-da. Saniki oldinda, meniki orqada emas, tushundingmi? Ora meniki oldinda, saniki orqada. Assalomu alaykum. Yana. Yaxshimisizlar? Kelin salomdan salom berasan. Ko'p salom beragan. Yaxshi bola ekan lekin, o'ru. Rasmga tushib qo'yamiz bitta. Sendek salom beradiganlar kamayib ketdi deyapsiz. Keyin. Rasmgami? Kinoga tushmayman, qayoqda ofitsiant bilan. O'tirlan, qo'yadi. Ol. Irshaylaring. Oldingmi? Bo'ldi. Rasmga ham ol. Bo'ldi. Bo'l. Ay, qachon? Chotki, lekin bori menga ham yoqdi bu bola. Voy. Men bitta qiyaman. Mashina ol. Ich. Yo, aka ichmayman. Baba, ich. Yo, ichmayman, aka. Kam, sen ichasanmi, ichmaysanmi? Men quydim, shundaymi? Yo, xo'jayin ruxsat bermaydi-da. Xo'jayiningga ham quyganimiz bor, shundaymi? Mana. Etib qo'ygan. Yo, quyganinglarni qo'yib turinglar. Bo'ldi, buni qo'yib bo'lmaydi. Mana hisobni to'lamaysizlarmi? Bo'l, manda, to'laydi ham bundan foyda yo'q, past. Bo'l. Plastik olasizlarmi? Plastik. Plastik? Ha, olamiz plastik. Olinglar plastik. Bu pataloqlar bo'lmaydi bu. Plastik qilish kerak mana, shunday. Hamma yoq plastik. Anaqasi men o'zim qilib beraman, shuni. Je pataloq narxi bo'lmaydi-yu, menga qilib beraman. Qancha bo'ladi endi? Ot bilan tuya bo'lamidi? Ot bilan ot bo'ladi-da. Ot bilan tuya bo'lmaydi-yu. Tuya qimmat-u. Bo'l, kassa qayerda kassa? Kassa mana shu orqa tarafda-ku. Sen bor ekansan. Bilaman. Voy, jonga. Puling bormi ish qilib? Bor. Qani. Orqa shunchayda turibdi. Puli ham orqada-da uni boraman. Voy. To'layman, tushundingmi? Sen orqada-da. Har safar men to'layman. Sen yeysanmi? Assalomu alaykum. Xalqimizda bir gap bor. Er-xotin urushi, do'konmollik qurishi. Umuman bo'lmagan gap. Mana masalan yaqinda men uylandim. Do'konmolni qo'llab qo'yib, xonaga kirib xotinim bilan urushib chiqsam, do'konmol qurmabdi. Xalqimizda bunaqa gaplar juda ham ko'p. 2012-yil qiyomat qoyim bo'lar ekan. Umuman bo'lmagan gap. Mana men kecha monitor sotib oldim, 2015 gacha garantiya berdi. Men bu chiroyli prikolim bilan nima demoqchiman? Ko'chada ko'rganlar meni juda ham jiddiy odamsiz dedi. Yo'q, adashasanlar. Men juda ham quvnoq bo'laman. Mana masalan, bitta chol yoshligida o'lib qopti. Umrimda unaqa mazza qilib kulmadim. Mana bu chiroyli prikollarimdan keyingi sahnaga ko'rinish, ja unaqa meni prikolimdagi kulgili bo'lmasa ham, Ovchining Landor shogirdi 3-ni kechirasizlar. 3-qismini ko'ramiz, tomosha qiling. Ustoz. Voy, men bu balulani. Ey, rolingni o'yna. Xo'p. Ustoz, mana shu odamlarning gapiga qaraganda-chi, Rosiyo oilada balu tutib bo'lmasmish. Kallingga qoyil. Qarachi, bu oyda R bormikan? Bu oy. Yo, R yo'q. Kalendarga qarayapman senga. Xo'p, shunaqa demaysiz, ustoz. Kalendar.
oxirida r bor ekan tutaverar ekanmiz ustoz. Bo'pti, qarmoq yig'ishtir, to'rda tutamiz. Ustoz tutaveraylik hozir. Ha. Endi soat 1 bo'ldi. Soat nima qilamiz? Mana to'rda deyapman senga. Ha, undami? Ha, hop. O'na sazan shu. Ko'rdim sazan ushaligini. Undan ko'ra ayting, balonni qachon tutamiz? O, sazanni ushagin deyapman men senga. Ha. Lalolanasan. O'zichi? Ha. Bu aniq joyga kelgan balovchi bor, birinchiman. Ovan tepaling ko'rsan? Ovonami? Ha? Shu yerdan kalla tashiysan, tasha olasan? Voy, erkakman-u, tasha olayman-de. Bo'pti. Ha. Ustoz, Ha. o'sha tepalovdan-de kalla tashadim. Shunday suvga tushganimda tishlari katta yirtqich akula menga hujum qilsa, Ha. fillamani sussam, qirg'oqqa chiqamanmi? Bomdodga chiqasan. Kallang qurgur, bu yerda akula nima qiladi, bu ko'lmay bo'lsa? What? Call me? Inglizcha gapirmang, baraka topkur. O'zbekcha zo'rg'a gapirsang. Tut balovlarni. Hop. O'chir. Alo, kim bu? Tahir, hello. Hello, Tahir. How are you? Can I help you? What? $1 million? Yes, of course. No problem. Okay, bye. Bye, Tahir. Sorry. Tushunmadim. Sorry. Nima? Uzr deyapman, Uzr deysan, ne so'raydiganingdan keyin. Ustoz, Ha. mana shu ko'lda ko'p balulardan ushlaganmisiz? Men hattoki suv parisdan ham ushlaganman. Yo'g'e. Ha. Ustoz, Oh. ali bugun men ko'p balu ushlasam-da, menga berasizmi? Salda ushaga keyin beraman. Bo'ldi. Katta balu ushlasam nima qilay? Ana toshkot. Nima? Toshkami? Otmi? Bo'lmasa boshi bilan ur toshga. Toshga boshi bilan uraymi? Bo'lmasa toshshot, boshim achitmang. Endi toshimi? Ot. Ustoz. Nima? Ha? Men u otni qo'ymaysizlar dedim. Ne dilshadagi? Hop. Ovchini uchinchisi, baliq oviga chiqamiz deylar. Yana men bitta ot haqida gap ketyapti. 3 ta konsertdan bir ot haqida gap ketadi, to'g'risi-da? Menga qaragin, sen o'zi nimani xohlayapsan? Boya salonda bir baqirding, konsertda oldin bir baqirding. Nimani xohlayapsan? Yo, endichi men o'zimdan o'zim gapirayotganim yo'q. Bilasizlar, men nima ish qilsam ham har doim eng yomoni, eng zarari, haligi eng pasini o'ylab ish qilaman-da. Men sizlarni o'ylab ish qilyapman. Qobil. Tushunmadim. Pastda. O'tmamunda, pastingiz. Nima? Qanaqa past? Men umuman pastga zararni o'ylamayman. Mana shu odamlar xursand bo'lib ketsin deyman. Mana shu konsertda odam bo'lsin deyman. Mana shu 3 tasi. O'zingdan ketma. Tur joyingga. Hey, tavba qildim. Bitta past o'ylayman, bitta odam. Mana shu katta sahnalarga chiqayotganlaringga hammangchi menga rahmat deyishlaring kerak. Ammo Nima? Hoy, hamma biladi-yu. Men bo'lmasam senlar bir tingsanlar. Siz bo'lmasangiz biz bir tiymi? Qani bitta bo'lmayinchi? Ha. Bo'lmang. Nimenga kerilyapsanlar senlar? Ha? Kerilamizda. Mana shu 3 ta odamchi shuna chiqsa muxlislarga yoqyapti. Mamdoq qishsiz. Ha, mashina chiqsiga ham yoqadi. To'g'ri. Senlar muxlislarni oldiga mamdoq qilsalari yoqishi mumkin, lekin bilasanlarmi? Menga ko'proq mamdoq qilib chiqqanlari yoqadi. Dirjatga shu yoqadigan qilib turing mana shu. Sizlar yerda gap aytmoqchiman, bolalar. Nima gap? Men dizayndan chiqib ketmoqchiman. Ha, chiqib Komandan. O'zim. Afsulan turlar. Ha, afsulan. Voy, nimaga? Endi nima qilamiz? Bekor qolsan, tan o'zing bilasan.
lekin sizlar xursand qiladigan tomoni ham bor. voy qaytib kelaman deydi hech qilib aytmasin. Ya, bittalarni tanlab ketaman birlikda. Yo'q, shartmasanglar unaqa desa. Sadi, O, sen rollarni zo'r o'ynaysan, qoyil maqom. Dilshod aka. ishlarim O bor. Anvar aka. Ha, aka. Dilshod aka. O, Qo'yoq, Abdurahmon chaqiryapti. Siz aktyorligingiz kuchli, juda kuchli o'ynaysiz. Qobil, voy man erta rossiyaga ketishim kerak Qobil, sen endi ssenariylarni zo'r yozsan, men juda kuchli. Endi men juda qiynaldim sizlardan bittalarni tanlashga. Endi sizlar dunyoqarashinglar boshqa, men dunyoqarashim boshqa. Hammasini o'ylab tosh taroziga qo'yib jiddiy hal qilmoqchiman. Xo'sh, xo'sh. Neymiz chiqdi o'rmondan, pichog'ini oldi karvondan, yo'lasa, yo'q qolasan, kim bilan do'st, bo'p qolasanlar, men ketdim. Abdurahmon. Hey, Abdurahmon. naqma, Abdurahmon, naqmagin. Rahmat. Hey, iltimos, Abdurahmon, naqmagin.